tug'ilgan kunni ham to'yni ham mendan boshlab nishonlamaydi. Bo'ldi, u zamonlar tugadi endi. Odamlarning g'ashini keltiryapmiz, la'natini keltiryapmiz. Marosim ham, to'y ham rahbarlarsiz bo'ladi. Bosh vazir boradi g'o'ddayib, hamma muoni bilan hamma turadi. Sen o'sha qilgan 20 kilogramm go'shtingni puliga bitta kambag'alning uyiga borib kraska qilib ber, televizor olib ber. Qaror chiqadi, prezident qarori emas, senatning qarori chiqadi. Qani birortang g'ing deb ko'r. U to'yga borish endi man etiladi. Men o'zim yuragimdan bilgan holda shuni aytayapman. U hammasi xiyonat. Bizning xalqimizga ikkinchidan to'y qilishning me'yorini ham yozib beramiz, deya O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidladi. Mirziyoyev rahbarlarga to'y marosimlariga qatnashishni man etdi. Sabab isrofgarchilik, ortiqcha hasham, xalq cho'ntagiga og'irlik soluvchi odatlarni kamaytirish. Har bir sarflangan so'm xalqning mehnati. Biz isrofdan qochishimiz kerak, deydi davlat rahbari. Sizningcha bu qaror jamiyatda qanday o'zgarishlar olib keladi? Albatta izohlarda o'z